Ha, meni kising tushib ketadi. Keyin bozorda narxim pastlab ketadigan eding. Tashqarida qora tutunmi? Ha, nima, samolyotimiz yonyaptimi? Hoy, kim bor? Biz qayerdamiz? Biz qandaydir orolga tushib qoldik shekilli. Endi yana bu yerdan qanday chiqib ketamiz? Orolni bir oylanib kuzatib chiqishimiz kerak. Samolyotimiz ham yonib ketibdi-ku. Yuringlarchi, orolni bir ko'zdan kechirib chiqamiz. Bu orolda yovvoyi hayvonlar yo'qmikan, ha? Ha, qo'ring ham ochib ketdi. Men nima gamdaman-ku, sen bo'lsang qo'ring ochdi, ovqat yeyman deysan. Ha, endi qo'rin ochdi. Iye, ana u yerda olov yonib turibdimi? Kimdir bor u yerda? Hu hu ha, hi hu ha, hu hu hi, hu hu hi, hui ha, hi hu 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 hi, hui ha, hi hu hu ha. Bular kim bo'ldi endi, ha? Ha, bular yovvoyi odam bo'lsa kerak. Jiminlar agar ular bizni sezib qolishsa, bizda shashlik tayyorlaydi. Ana u yerda kimdir bor. Ha, mazzali go'shtni hidi kelyapti. Ha, sezyapman. Sekingina bu yerdan turib qochganimiz ma'qul? Yo'q, ular bizni ko'rib qolishlari mumkin. Yaxshisi birorta reja o'ylashimiz kerak. Orqadan nimadir shitirladimi? Aytgan edim-ku senga, bizni ushlab olishsa bizdan shashlik tayyorlashadi deb. Joning omon qolsin desan qochib qol. Tezroq yuguraylik. Qochamiz, qo'rqaman. Ular yaqinlashyapti. Hayriya, qutuldik shekilli. Nima bu?